Lab uchun SPF, stick SPF, bolalar uchun SPF, antivozrastnoy SPF, 30 SPF, 50 SPF. Bular qachon ishlatiladi va kimlarga tavsiya qilinadi? Lab uchun SPF, labi quruq, lablari yoriladigan, quyoshda ko'p yuradigan, sayohatlar va dengiz uchun mo'ljallangan. Ushbu balzam barcha uchun tavsiya qiladi va qayta kun davomida surtish mumkin. Stick SPF 50 oq va sezgir teriga, dog', melazma, sepkili borlarga, yoz faslida sayohat ko'p qiluvchilarga. Ertalab kremdan keyin kuchli quyoshda surish tavsiya qilinadi. Eng asosiysi, makiyaj surgandan keyin har 2 soatda obnovlyatsiya qilib turish uchun zo'r mahsulot. Bolalar uchun SPF 30 imiz 3 yoshdan boshlab tavsiya qilinadi. Ushbu kremimizni butun tanaga sursa bo'ladi. SPF 30 antivozrastnoy. 30 yoshdan yuqorilarga mo'ljallangan bo'lib, quruq, ajin va qarish belgilari bor insonlarga tavsiya qilinadi. SPF 30 kundalik foydalanish uchun mos bo'lib, ofis, bozor, qisqa yurishlar uchun mo'ljallangan. SPF 50 oq, sezgir, dog' va sepkilli yuzlar uchun mo'ljallangan va barcha yuz turlariga to'g'ri keladi. Esingizda tuting, SPF ni har 2 soatda yengilab turish shart. SPF larni chegirma bilan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, menga murojaat qilishni unutmang.